Bizning xalqimizda endi muzlagan go'sht yomon degan fikrlarda bo'lishdi. Endi importni go'shtdan ham foydalanamiz. Mol go'shtimiz hozirgi kunda importni go'shtdan ishlatamiz. Hindistondan ishlatamiz, Pokistondan va Belarusdan ishlatamiz. Ko'pchilik bizning xalqimizda endi hozir sekin-sekin bu yana kamaydi. Oldinga nisbatan odamlar tushunishdi. Muzlagan go'sht yomon degan fikrlarda bo'lishdi. Hozir sizga ko'rsataman. Mana o'sha importni go'sht kirib kelishi. Upakovkada xuddi shunaqa zamorojniy shokoviy zamorozka deydi ular tilida. U yaxlagan, muzlagan bo'ladi. Buni tayyor holatga keltiradi. Tayyor holatga biz olib keladi. Bularda mana hammasini mana ko'rsatishingiz mumkin. Halol sertifikati beriladi. O'zining QR kodi bor. Bemalol QR kodini kirgizsangiz, u katta kushxona ularda baza hisoblanadi. Taom mollik kelganda veterinariya tekshiruvdan o'tadi, ular so'yiladi, tindiriladi, keyin jil anafqa suyagidan ajratib jilovka qilib, keyin shokoviy zamorozkada yaxlatiladi. Yaxlatilgandan keyin mana bunaqa upakovkalar qilib minusavoy furalarda bizga O'zbekiston kirib keladi. Ularni aynishiga, qanaqadir sifati buzilishiga deyarli unaqa hech qanaqa sabab bo'lmaydi. To'sqinlik yo'q. To'sqinlik yo'q. Sifat bir xil bo'ladi. Sifat bir xil. Sifat oliy darajada bo'ladi. Muzlaganida go'sht nimadir yo'qotadimi? Vazn yo'qotadi deyishadi, keyin sifat o'zgaradi deyishadi. Bizda endi shunaqa. Muzlatish ham texnologiyasi bor.